Menga bu savolni ko'p berishadi. Dizaynerlikka necha yoshdan boshlash kerak? Videoni oxirigacha ko'rib bilib oling. 10 dan 14 yoshgacha ijodiy qiziqish uyg'onadigan davr. Bu yoshda bola rasm chizishi, kiyim tanlashi va rang uyg'unligini his qilishi boshlaydi. Agar shu paytda farzandingiz modaga yoki tikuvchilikka qiziqsa, bu boshlashni eng ideal vaqt hisoblanadi. Misol uchun, oddiy qo'rchoqlarga kiyim tikish, mato bilan ishlash, eskiz chizish, rang uyg'unligini o'rganish kiradi. 15 dan 18 yoshgacha kasb tanlash va tayyorlanish davri. Bu paytda dizaynerlik yo'nalishidagi kurslar, san'at maktablari yoki dizaynerlik yo'nalishidagi institutlarga tayyorlanish davri boshlanadi. Bu yoshda rasm va chizmachilik asoslarini o'rganish, moda tarixi va uslublarini bilish, kompozitsiya, fason va siluet haqida tushuncha bilish, portfolioni shakllantirish muhim. 18 yoshdan keyin professional bosqich. Dizayn yo'nalishida institut yoki kurslarda o'qish, amaliyot qilish, o'z brendini rivojlantirish bosqichi. Bu davrda asosiy narsa ijod, sabr va tajriba orttirish. Dizayner bo'lish uchun eng to'g'ri yosh bu qiziqish paydo bo'lgan lahzadan boshlash. Yosh chegarasi yo'q, boshlash uchun har bir qadam orzularingiz uchun harakat hisoblanadi. Agar siz moda olamiga qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, vaqtingizni cho'zmang. Noyabr oyi uchun qabul ochiq, joylar soni chegaralangan. Murojaat uchun direktdan noyabr deb yozib qoldiring.